Dunyoning top 3 kino studiyalari 3-o'rinni Warner Bros. Pictures 1923-yil 4-aprelda Garri, Albert, Sam, Jack Warnerlar tomonidan asosga olingan. Ushbu kompaniya Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan bo'lib, 2025-yildagi daromadi 9 milliard 6 million AQSh dollarini tashkil qildi. Warner Bros. O'zining Harry Potter, Uzuklar hukmdori, Duna, Batman, Superman filmlari bilan mashhur. Ikkinchi o'rinda Universal Pictures 1912-yilda Carlon Laemmle tomonidan asosga olingan. Universal Pictures Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan. U o'zining Farsaj, Gladiator, Minioni filmlari bilan dunyoga tanilgan. Birinchi o'rinda Walt Disney Pictures 1923-yil 16-oktyabrda aka-uka Walt va Roy Oliver Disneylar tomonidan asosga olingan. Dastlabki nomi Disney Brothers Cartoon Studio bo'lgan. Keyinchalik 1983-yil 1-aprelda Walt Disney deb qayta nomlangan. Walt Disney Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan bo'lib, 2025-yilda 24 milliard AQSh dollari daromad olgan. Kompaniyaning kapitali 230 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Walt Disney o'zining Qirol Sher multfilmi, Marvel kinolari hamda Karib dengiz qaroqchilari filmlari bilan mashhur. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, mening sahifamga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.